Leksiyaning konkret mazmuni bugungi sizlarga 2022 yil 12 ayning 22 kuni o'tgandash. Endiki mavzu Ukraina prezidenti Aqsarayni ziyorat qildi va davlat majlisida nutq so'zildi. Ukraina o'rilib tushmadi. Mavzuli xabar. 12 ayning 22 kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. Ukraina prezidenti Zelenskiy 12 ayning 21 kuni kechda Amerika Davlat Majlisi ishki palata birlashma yig'inida nutq so'zildi. Prezident Zelenskiy Davlat Majlisi a'zolariga mundaq dedi. Ukraina urushi avlod qandoq dunyoda yashaydiganligimizdan chek-chegarasini ayirib berdi. O nutqini boshlash bilan Ukraina o'rilib tushmadi. Ukraina qaysarlik bilan yashayotdi dedi. Prezident Zelenskiy Amerikaning harbiy va moliya yardım berib qo'llaganligiga rahmat aytdi. Lekin u Ukrainaga yana yordam kerak dedi. Sizlarning bizga bergan bu pulinglar xayri saxovat uchun emas. Bu pul butun dunyoning bexatarligi demokratiyasi uchun selingan mablag'dir. Biz bu pulni mas'uliyat bilan bartaraf qilamiz. Prezident Zelenskiy mundaq ko'rsatdi. Dunyo xalqining qalbini qo'lga keltirish urushida biz Rossiyani mag'lub qildik. Davlat Majlisi sarayida a'zolar o'rnidan dast turib chavaq qilib olqishladi. Prezident Zelenskiy ingliz tilida nutq so'zlab, Ukraina abadiy taslim bo'lmaydi dedi. Bu to'qinash Ukrainaning taqdiriga munosabatlik bo'lib qolmasdan butun dunyoning demokratiyasi uchun bir sinoqdir. Aqsarayda uchrashish. Haftaning 3 kuni Prezident Joe Biden Prezident Zelenskiyni Aqsarayda qarshi oldi. Bu Prezident Zelenskiy mundaq dedi. Amerika xalqi va Ukraina xalqi faxrlangan holda bir safda turdi. Faxrlik holda bir safda turdi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Amerikada Demokratlar partiyasi, Cumhuriyetçiler partiyasi hamda biz Yevropa İttifaqı, Yaponiya va boshqa joylardagi ittifoqdoshlarimiz bilan birlikda sizlarga kerak bo'lgan barliq iqtisodiy, insonparvarlik va bexatarlik yordamlari berish kafolat qilamiz. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaning bir davlat sifatida mavjud bo'lib turish huquqlariga tajovuz qilgandan boshlab arada 300 kun o'tdi. Prezident Zelenskiy mundaq dedi. Ukraina xalqi Amerika xalqiga rahmat aytdi.